Bo'lsa xalqqa bo'lsin. Premier Avto City yana jinniliklarni, yana yangiliklarni davom etadi. O'rtoqlar, valyutni 8% lik avtokreditimiz haqida bugun to'g'ridan-to'g'ri Oybek Qobilovichning shaxsan o'zi sizlarga to'liq ma'lumotni beradi. Qanaqa boshlang'ich to'lovsiz mashina olish kerak? Qanaqa boshlang'ich to'lov bilan eng arzon oylik to'lov bilan Premier Avto City'dan 8% lik kreditdan foydalanib olib chiqib ketishingiz mumkin. O'rtoqlar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Hamda o'rtoqlar, sizlar uchun Premier Avto City'ning YouTube kanali uchun jigarlar eng chiroyli kommentariya sohibiga $50 pul tashlab berishdi. Ya'ni 3 ta odamga $50 pul tashlab berishdi. O'rtoqlar, boshladik. Hurmatli yurtdoshlar, kamera ortiga o'zim o'taman. Tayyor bo'lsanglar, men tayyorman. Unda boshladik. O'rtoqlar, birinchi o'rinda xalqimiz sevib, xalqimiz maza qilib minadigan O'rta Osiyoda eng ko'p sotilgan Cobalt base probeglarning Midnight variantidan boshlaylik o'rtoqlar. 2025-yil ishlab chiqarilgan base probeg pachka ko'rishingiz mumkin, ideal holatda. 0 probeglar bilan shu oyda o'zida chiqqan mashina ko'rishingiz mumkin. 0914 yo'da 10, 8 hammasidan bor. Base probeg yangi masla, absolut narsa. O'rtoqlar, 2025 o'sha qora diska, qora farada chiqqan base probeg pachka Cobaltlarda boshlang'ich to'lovsiz xarid qilaman degan yurtdoshlarimiz uchun o'rtoqlar 5 million 100, 5 million 200 ming so'mdan to'g'ri keladi. Hamma rasxodlari ichida оформление, GAI, запрет, nomer, texpasport, hamma xarajat. Hattoki bonusi xohlasanglar o'rtoqlar shu mashinaga aka gaz qo'yishim kerak desanglar o'rtoqlar gaziga ham pul chiqarib berishim mumkin. Agar boshlang'ich to'lov bilan xarid qilaman degan yurtdoshlarimiz uchun butun respublika bo'yicha xohlasanglar Sergeli mashina bozoriga boringlar. Xohlasanglar mana O'zbekistonni xohlagan joyiga boringlar, 8% deydi hech kim yo'q. O'rtoqlar, ko'rishingiz mumkin. Base probeg pachkasini oylik to'lovini 3 million 800 ming so'mdan qilib qo'yganmiz. Base probeg yangi maslasi. Boshlang'ich to'lov beraman degan yurtdoshlarimiz uchun oylik to'lov nerealni arzon chiqadi. Oylik to'lovi o'rtoqlar 3 million 800 ming so'mdan. Boshlang'ich to'lov bo'lsa, boshlang'ich to'lov 3000 o'rtoqlar $550 bilan bemalol homiylarga оформление, GAI, запрет, nomer, texpasport hamma xarajati bilan minib chiqib ketishingiz mumkin. O'rtoqlar, Andijondan tashqari butun respublikaga amal qiladi bu aksiyamiz. Bemalol kelib Premier Avto City'dan xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Ana endi o'rtoqlar, Damas mashinalarimizga o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin. Damas, Labo avtomashinalarimiz bor. Base probeg yangilaridan. O'tgan oyda 29-sanasida chiqqan o'rtoqlar base probeg shot spravka bo'ladi. Birinchi qo'l, salondan to'g'ridan-to'g'ri nomingizga chiqadi. Damas ham xuddi shunaqa o'rtoqlar. Damas 2025 base probeg pachkasi. Ikkala mashinamizning narxi va boshlang'ich to'lov va oylik to'lovlari bir xil o'rtoqlar bizda. Hech qanaqasiga labo qimmat emas. Masalan, xohlasanglar Rassrochkamiz bor, 50% boshiga bersanglar 2 million 203 ming so'mdan 22 oy muddatga bemalol Damas mashinamizni halol nasiya savdoga olib chiqib ketishingiz mumkin. Avtokreditga xarid qilaman degan yurtdoshlarimiz uchun avtokreditga boshlang'ich to'lov $2330 bilan ikkala avtomashinamizni ham xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Eng qizig'i oylik to'lovi $195. Ya'ni, hurmatli yurtdoshlar, $195 2 million 350 ming so'mdan xarid qilib ketsanglar bo'ladi. 2025 base probeg Damas avtomashinalarimiz, xohlasanglar Labo avtomashinalarimiz. Ko'rishingiz mumkin. Ana endi o'rtoqlar, videoni cho'zmaymiz, to'g'ridan-to'g'ri salonni ichiga kiramiz. Salonni ichiga kirganinglarda sotuvchilarimiz sizlarni kutib oladi. Bu yoqda kutib o'tiradigan klientlarimiz uchun joy. Probegli mashinalarimizdan Monzalar bor. Base probeg Redline Onyxlarimiz bor. Salonni ichini ko'rishingiz mumkin. Midnight variant 2025. Boya tashqarida aytganim. Qora fara, qora diska. Hammaga shunaqa mashinalar minib ota-onasiga sovg'a qilib qo'yib, maza qilib yurish nasib qilsin. Base probeg yangi maslasi. Xo'p, o'rtoqlar, bir chekkadan boshlaymiz. 2025 base probeg pachka style variantimiz ham bor. Bu yoqda style variant, boshlang'ich to'lov $3250 bilan ushbu ko'rib turgan base probeg pachka Cobaltimizni style variantini olib chiqib ketishingiz mumkin. Ovozlarni qaranglar. Hammaga shu mashina nasib qilsin. Bu Cobaltga tekkan kasallik, eshik yaxshi yopilmaydi. Style variantimizda o'sha oylik to'lov, ya'ni 3 million 800 ming so'm oylik to'lov va boshlang'ich to'lovini o'rtoqlar $3230, $3250 bilan xarid qilib ketsanglar bo'ladi.
2025 bes probeg pachkasi. Xo'p, Monzaga qiziqqanlar uchun Monza turbina variant. 2023-yil ishlab chiqarilgan, 51 000 km masofa bosib o'tgan. Propan gazi bor. Diska balonlarini bemalol ko'rib olishingiz mumkin holatini. Tonirovka razresheniyalarigacha bor. Salon holatini ham bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Idealniy holatda turibdi. Lyuklari bor. Xo'p, orqa holatlarini ham bemalol ko'ringlar. Idealniy holatda. 23-yil ishlab chiqarilgan bu Bruch Monzamiz. O'rtoqlar, sizlar uchun boshlang'ich to'lovini juda ham arzon qilib qo'yganmiz o'rtoqlar. Tayyor bo'lib kuzatib turinglar. Bu mashinamizni boshlang'ich to'loviga $4700 berasizlar. Oylik to'lovi bo'lsa o'rtoqlar juda ham arzon. 4.600.000 so'mdan to'g'ri keladi. Idealniy holatda 2023-yil. Xo'p, bu 12simiz sotilgan ekan. $1500 boshlang'ich to'lov bilan bu 12simiz sotildi. Mexanika variantida. Xo'p, 2023-yil ishlab chiqarilgan. Idealniy holatda Monza 1.5 atmosferli. Balon holatlarini bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Idealniy holatda va Dubai versiya o'rtoqlar. Korishniy salonda. Salonlarni ko'rishingiz mumkin. 37 000 km masofa bosib o'tgan. Salon holatlarini ham bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Lyuklari bor. Eng full pozitsiyasi. Xo'p, boshlang'ich to'lov bu mashinamizga, xo'p, nomeri necha ekan? 694 mashinamizga. Boshlang'ich to'lov bunga ham xuddi shunaqa $4700 boshlang'ich to'lov va oylik to'lov 4.400.000 so'mdan bemalol nomingizga rasmiylashtirib chiqib ketsanglar bo'ladi. Kraskalar absolyutno toza, idealniy holatda turibdi. Hech qanaqa propan gazlar qo'yilmagan. Redline diskalar bor. Qop-qora rang bo'lib turibdi. Xo'p, o'rtoqlar, Tracker 2025-yil ishlab chiqarilgan Premier Plus pozitsiyasiga o'rtoqlar 5,5 million so'm oylik to'lov sizlar uchun qilib qo'yganmiz. Mashinamizning holatini bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Bes probeg absolyutli pachkasi. Beskluchovoy dostuplari bor. Salon holatlarini ko'ringlar. Panorama lyuk. Bes probeg, monitorlari bor. Avtoparkovka, klimat kontrol, cruise kontrol hamma narsasi elektronik sideniyasigacha bor. Bu mashinamiz oylik to'lov 5,5 million so'm va boshlang'ich to'lov $5400 bilan bemalol nomingizga rasmiylashtirib chiqib ketsanglar bo'ladi. Hamma rasxodlar ichida, оформление, nomer texpasport taqish hammasi ichida bo'ladi. Xo'p, bu yoqda ham bitta atmosferniy Monzamizni ko'rib turibmiz o'rtoqlar. Temniy siniy rang salonda. Call centerlarga telefon qilsanglar, o'rtoqlar sizlarga to'liq ma'lumotini beradi. Bu mashinamizning shumkalari ham bor. Xo'p, jigarlar, nima deb o'ylaysizlar? Bu oylik to'lovlar bu mashinalarga qimmatmi yoki arzonmi? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar, jigarlar, qarochi. Bu yoqda mana Cobaltlarimiz tayyor holatda turibdi. Bu yoqda ham Cobaltlarimiz bor. Damas, Labo ham avtomashinalarimiz bor o'rtoqlar. Bemalol Premier Avto City'ga kelib, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, bemalol butun respublika bo'yicha avtokredit sohasini o'rtoqlar qiziqib, oxirida kelsanglar, xudo xolasa eng arzoni faqatgina Premier Avto City. Sizlar bilan Oybek Qobilovich bo'ldi. Videodagi xato kamchiliklarga rozi bo'lasizlar. Kommentariyada chiroyli fikringizni qoldirasizlar. $50 dan pul ishlab olishingiz mumkin o'rtoqlar. Ko'rganda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.